Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar va kanalimizning doimiy kuzatuvchilari. Bugun siz bilan ochiq va juda muhim bir mavzuda suhbatlashamiz. Chunki bu ma'lumot har bir fuqaroni, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon pensiyada bo'lgan insonlarni bevosita qiziqtiradi. Sizning pensiya ta'minotingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Ha, adashmadingiz. Bu xabar har bir fuqaroni, ayniqsa yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlarni jiddiy o'ylantirishi shart. Pensiya jamg'armasidagi so'nggi o'zgarishlar yaqinda e'lon qilingan favqulodda muhim xabar sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu yangiliklardan bexabar bo'lsangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz ehtimoli bor. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir aytilgan so'z sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq insonlarga yetib boradi. Pensiya tizimidagi tub o'zgarishlar va muammoning mohiyati. Keling, avvalo pensiya ta'minoti qanday shakllanganini qisqacha eslab o'taylik va keyin hozirgi o'zgarishlarga chuqurroq nazar tashlaymiz. Ilgari, ya'ni bir necha 10 yillar oldin pensiya tizimi ancha sodda edi. Asosan davlat korxona va tashkilotlarda ishlagan fuqarolarning mehnat daftarchasi yagona asosiy hujjat hisoblangan. Agar inson rasman bir joyda ishlagan bo'lsa, uning ish staji muntazam ravishda mehnat daftarchasiga kiritilar edi va pensiya tayinlashda shu yozuvlar asosiy rol o'ynar edi. Ish staji va ish haqi miqdori pensiya hajmini belgilashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, badallar to'langan yoki to'lanmaganligi haqida kamdan kam o'ylanilar edi. Chunki o'sha paytda davlat ish beruvchi sifatida badallarni o'zi to'lagan va bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilgan. Asosan fuqaroning umr bo'yi ishlagan yillari va maosh miqdori yetarli bo'lsa, hech qanday muammosiz pensiya tayinlangan. Oddiy va tushunarli edi, ammo hozir vaziyat butunlay o'zgargan. So'nggi yillarda mamlakatimizda pensiya tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar xalqaro tajribaga asoslangan bo'lib, pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, pensiya miqdorini oshirish va har bir fuqaroning pensiya ta'minoti uchun shaxsiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, endi pensiya tayinlashda nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ijtimoiy sug'urta badallarining muntazamligi va miqdori hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ya'ni hozirda har bir fuqaroning shaxsiy pensiya hisob varag'ida qancha badal to'langani, qaysi davrlar uchun to'langani aniq qayd etiladi. Sizning ishlaganligingizni tasdiqlovchi yagona hujjat endi mehnat daftarchasi emas, balki aynan shu to'langan badallar haqidagi elektron ma'lumotlardir. Bu o'zgarishning sabablari ko'p. Birinchidan, so'nggi 10 yilliklarda mamlakatimizda norasmiy bandlik darajasi sezilarli darajada oshdi. Ko'plab fuqarolar rasmiy mehnat shartnomalarisiz ishlaganlar, bu esa ularning ish stajini hisobga olishni mushkullashtirgan. Ikkinchidan, demografik vaziyat ham o'zgarmoqda, ya'ni pensiya yoshidagi aholi soni mehnatga layoqatli aholi soniga nisbatan ortib bormoqda. Bu esa pensiya jamg'armasiga tushayotgan yukni oshiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tizim yanada shaffof va adolatli bo'lishi kerak. Natijada badallar tizim markaziy o'rin egalladi. Endilikda sizning pensiya miqdoringiz va hatto pensiyaga chiqish huquqingiz to'g'ridan-to'g'ri to'langan badallarga bog'liq. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki shaxsiy moliyaviy kelajagingizni himoya qilish uchun harakat qilishga undovchi chaqiriqdir. Asosiy ma'lumotlar, kimga xavotirlanish kerak va kimga emas. Keling, pensiya jamg'armasidagi ushbu yangi qoidalar kimga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu borada har bir fuqaro bilishi shart bo'lgan asosiy ma'lumotlarni, kimlar xavotirlanishi kerakligini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Birinchidan, nimalarni bilish muhim? Endilikda pensiya tayinlashda minimal ish staji talabi bilan birga ijtimoiy sug'urta badallarining muntazamligi va to'liq to'langanligi talab qilinadi. Misol uchun, qonunchilikda belgilangan minimal ish staji mavjud. Agar sizda bu staj yetarli bo'lsa-da, lekin uning ma'lum qismi uchun badallar pensiya jamg'armasiga kelib tushmagan bo'lsa, aynan o'sha davrlar sizning umumiy ish stajingizdan chiqarib tashlanishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga, hatto pensiyaga chiqish muddatining kechikishiga olib keladi. Qolaversa, pensiya miqdorini hisoblashda sizning ish haqingizdan olingan badallarning hajmi ham juda muhim.
badallar qanchalik ko'p to'lagan bo'lsa, pensiya miqdori ham shunchalik yuqori bo'ladi. Endi esa kimlarga ayniqsa xavotirlanish kerakligi haqida. 1. Norasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz uzoq yillar davomida rasmiy mehnat shartnomasi tuzmasdan norasmiy tarzda ishlagan bo'lsangiz, masalan, bozorlarda sotuvchi, qurilish ishchisi, farrosh, taqchi va boshqalar, endi sizning pensiya ta'minotingiz eng katta xavf ostida. Chunki bu davrlar uchun hech qanday ijtimoiy sug'urta badallari pensiya jamg'armasiga kelib tushmagan. Misol, Ahmad aka 28 yoshda. U umrining 10 yilini davlat muassasasida rasman ishlagan, lekin keyingi 15 yil davomida bozorlarda sotuvchilik qilib hech qanday rasmiy ro'yxatdan o'tmagan va badallar to'lamagan. Hozirda pensiyaga chiqishiga 2 yil qolganida, u pensiya uchun ariza topshirmoqchi bo'lganida, pensiya jamg'armasi uning faqat 10 yillik rasmiy ish stajini hisobga oladi. Natijada u to'liq pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. Chunki minimal staj talabi 5 yil erkaklar uchun bajarilmaydi. Uning pensiyasi keskin kamayib ketadi yoki umuman pensiya olish uchun yana bir necha yil ishlashi talab etiladi. Bu esa uning uchun kutilmagan moliyaviy zarba bo'ladi. 2. Mehnat faoliyatida katta uzilishlarga ega bo'lganlar. Ba'zi fuqarolar turli sabablarga ko'ra, masalan, chet elga ishlashga ketish, uzoq muddatli kasallik, farzand parvarishi uchun rasman ruxsat olmaslik, ishdan bo'shab, bir necha yil davomida hech qanday ish joyida rasman faoliyat yuritmagan bo'lishlari mumkin. Bu bo'shliqlar uchun ham badallar to'lanmagan bo'ladi. Misol, Gulnora opa, 45 yosh. U davlat idorasida 20 yil davomida muntazam ishlagan. Lekin 5 yil davomida 2 farzandini parvarishlash uchun ishdan bo'shagan va bu davrda rasman farzand parvarish ta'tilini rasmiylashtirmagan. Endi pensiya yoshiga yaqinlashganida uning 20 yillik stajidan 5 yil hisoblanmaydi. Chunki bu davr uchun badallar to'lanmagan. Garchi u bolalarini parvarishlagan bo'lsa ham, rasmiyatchiliklarga amal qilmagani sababli uning stajida o'lik davr paydo bo'lgan. Agar u o'z vaqtida tegishli hujjatlarni rasmiylashtirganda, bu davr ham stajga qo'shilishi mumkin edi. O'ch. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Agar siz yakkatta tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz yoki o'zini o'zi band qilgan fuqaro sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, lekin ijtimoiy badallarni muntazam va to'liq to'lamagan bo'lsangiz, siz ham xavf guruhiga kiritilasiz. Ko'pchilik tadbirkorlar daromadini kamaytirish maqsadida badallarni minimal miqdorda yoki umuman to'lamasdan faoliyat yuritadi. Misol, Sardor aka, 20 yosh. So'nggi 10 yil davomida u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida sartaroshlik bilan shug'ullangan. U badallarni faqat eng minimal miqdorda to'lagan yoki ba'zi yillar umuman to'lamagan. Pensiya yoshiga yetganida uning tadbirkorlik davridagi pensiyasi juda kam miqdorda hisoblanadi. Chunki uning hisobiga o'tkazilgan badallar miqdori juda past bo'lgan. Ba'zi hollarda bu davr umuman hisobga olinmasligi ham mumkin. Agar badallar belgilangan muddatlarda to'liq to'lanmagan bo'lsa, uning 10 yillik tajribasi umuman yo'qqa chiqishi mumkin. Daryo, oylik maosh rasman kam ko'rsatilganlar. Ba'zi ish beruvchilar soliqlardan qochish maqsadida xodimlarning haqiqiy ish haqini rasmiy hujjatlarda kam ko'rsatadi. Bu holatda siz bugun qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek tuyulishingiz mumkin. Ammo kelajakda sizning pensiya miqdoringiz xuddi shu qog'ozdagi kam ish haqi asosida hisoblanadi. Misol, Jamol aka, 25 yosh. Xususiy korxonada 15 yil davomida katta miqdorda ish haqi olgan. Ammo ish beruvchi uning rasmiy maoshini minimal darajada ko'rsatgan. Natijada uning hisobiga pensiya jamg'armasiga juda kam badallar o'tkazilgan. Endi u pensiya tayinlash uchun murojaat qilganda, uning pensiyasi o'sha past rasmiy ish haqi asosida hisoblanadi. Garchi u aslida ancha ko'proq pul topgan bo'lsa ham. Bu uning uchun katta adolatsizlikdek tuyuladi. Ammo qonun hujjatlariga ko'ra pensiya faqatgina rasmiy badallar asosida hisoblanadi. Endi esa kimlarga nisbatan kamroq xavotirlanish kerakligi haqida. Birgin, muntazam va rasmiy ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz umringiz davomida rasman mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha badallarni o'z vaqtida va to'liq to'lagan bo'lsa, sizning pensiya ta'minotingiz xavf ostida emas. Davlat tashkilotlarida ishlaganlar yoki yirik mas'uliyatli xususiy korxonalarda rasmiy bandlikda bo'lganlar shu toifaga kiradi. Misol, Dilshod aka, 30 yosh. Universitetni bitirib, yirik xususiy korxonada rasman ishlaydi. Uning ish haqi yuqori va barcha ijtimoiy badallar qonunchilikka muvofiq muntazam to'lanadi.
uning pensiya kelajagi hozircha xavfsiz. Biroq uning ham o'z shaxsiy pensiya hisob varag'ini muntazam tekshirib turishi, kelajakda bo'ladigan ehtimoliy o'zgarishlardan xabardor bo'lishi muhim. Har bir fuqaro o'z hisob varag'ini nazorat qilishi kerak. Ikkinchi, yosh avlod. Yosh avlod vakillari uchun ham hozircha to'g'ridan-to'g'ri xavotirlanishga sabab yo'q. Chunki ularning oldida o'z pensiya kelajagini ta'minlash uchun yetarlicha vaqt bor. Ular hozirdayoq rasmiy bandlikni afzal ko'rib, o'z badallarining muntazam to'lanishini nazorat qilib borishlari kerak. Bu ularga kelajakda yuqori pensiya olish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, har bir fuqaro o'z pensiya ta'minoti uchun shaxsiy mas'uliyatni his etishi shart. Bugun qilingan harakatlar yoki harakatsizliklar kelajakda sizning farovonligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Istisnolar, to'siqlar va noaniq jihatlar. Pensiya tizimi o'ziga xos murakkabliklarga ega bo'lib, uning qoidalarida ba'zi istisnolar, ko'pchilik bilmaydigan to'siqlar va noaniq jihatlar ham mavjud. Ularni bilish sizga o'z huquqlaringizni himoya qilish va pensiya ta'minotingizni maksimal darajada oshirishga yordam beradi. Istisnolar: ba'zi davrlar uchun badallar to'lanmagan bo'lsa ham, ular ish stajiga kiritilishi mumkin. Harbiy xizmat davri. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safidagi muddatli harbiy xizmat davri, garchi bu davrda shaxsiy ijtimoiy badallar to'lanmagan bo'lsa ham, ish stajiga qo'shiladi. Bu davlatning o'z fuqarolariga bergan imtiyozidir. 2. Oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri. Bakalavriat yoki magistraturada kunduzgi bo'limda o'qish davri ham ma'lum shartlar asosida ish stajiga kiritilishi mumkin. Ammo bu borada aniq qoidalarni pensiya jamg'armasidan bilib olish kerak. Chunki bu har doim ham to'liq stajga kiritavermaydi. Faqat ma'lum bir hisoblash usuli mavjud. 30. Nogironlik davri. Agar fuqaro nogironlik tufayli ishlamay qolgan bo'lsa, uning nogironlik davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Bu ham ma'lum shartlar asosida amalga oshiriladi. 4. Alohida toifadagi fuqarolar, ko'p bolali onalar, ayrim kasblardagi, masalan, yer osti ishlarida, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar fuqarolar uchun imtiyozli pensiya staji belgilangan bo'lishi mumkin. Bu degani, ular kamroq yillar ishlagan bo'lsalar ham pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Misol uchun, ayrim ayollar 5 yoki undan ortiq farzandni tarbiyalagan bo'lsa, belgilangan yoshdan ancha oldin pensiyaga chiqishlari mumkin. 5. Orqaga qarab badal to'lash imkoniyati. Garchi bu umumiy qoida bo'lmasa-da, ba'zi hollarda, masalan, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun o'tmishdagi badallarni to'lash bo'yicha amnistiya e'lon qilingan paytlarda o'tkazib yuborilgan badallarni keyinchalik to'lash imkoniyati berilishi mumkin. Bu qoidalar tez-tez o'zgarib turadi. Shuning uchun dolzarb ma'lumotni pensiya jamg'armasidan olish muhim. To'siqlar va noaniq jihatlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar. Bir og'zaki kelishuvlarga ishonish. Norasmiy ish joylarida keyinroq rasmiylashtiramiz, sizning stajingiz o'taveradi kabi og'zaki va'dalarga ishonish katta xatardir. Hech qanday og'zaki kelishuv pensiya jamg'armasi uchun yuridik kuchga ega emas. Sizning stajingiz faqat rasmiy hujjatlar va to'langan badallar asosida hisoblanadi. Shaxsiy pensiya hisob varag'ini muntazam tekshirmaslik. Ko'pchilik fuqarolar o'zlarining pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varaqlarini hech qachon tekshirmaydilar. Bu juda katta xato. Agar ish beruvchi badallarni noto'g'ri yoki to'liq to'lamagan bo'lsa, siz bundan faqat pensiyaga chiqqaningizda xabar topasiz va bu vaqtda muammoni hal qilish juda qiyin bo'ladi. Muntazam tekshiruv sizga kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga va tuzatishga imkon beradi. 3. Mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan kadrlar bo'limida ish stajini yozishda xatolar, sana bo'yicha nomuvofiqliklar yoki shtamplarning yo'qligi kuzatiladi. Bu kabi kichik xatolar ham pensiya tayinlashda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Har bir yozuvning aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Daromadni ataylab kam ko'rsatish. Ayrim fuqarolar yoki ish beruvchilar soliqlardan qochish maqsadida ish haqini rasman kam ko'rsatishadi. Bu nafaqat hozirgi daromadingizga, balki kelajakdagi pensiya miqdoriga ham salbiy ta'sir qiladi. Pensiya miqdori to'langan badallar miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lganligi sababli kam badallar, kam pensiya degani. 5. Inflyatsiyaning ta'siri. Pensiya jamg'armasiga yillar davomida to'plangan badallar inflyatsiya ta'sirida o'z qiymatini yo'qotishi mumkin. Garchi davlat pensiyalarni indeksatsiya qilib tursa-da, yillar davomida to'plangan pulning sotib olish qobiliyati pasayishi mumkin.
Bu pensiya miqdorini hisoblashda bilvosita omil bo'lib, o'tmishdagi katta summalarning bugungi kundagi qiymati ancha kam bo'lishi mumkin. 6. Turli mehnat faoliyatini birlashtirish. Agar siz bir vaqtning o'zida ham rasmiy ishda ishlagan bo'lsangiz, ham yakka tartibdagi tadbirkor sifatida badallar to'lagan bo'lsangiz, bu davrlar qanday hisoblanadi? Odatda pensiya jamg'armasi eng manfaatli variantni, ya'ni ko'proq badallar to'langan davrni hisobga olishga harakat qiladi, lekin bu ham har doim ham shunday bo'lavermaydi va har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Ushbu istisnolar va noaniq jihatlarni bilish sizga pensiya ta'minotingizni rejalashtirishda va ehtimoliy muammolarni oldini olishda yordam beradi. Eng asosiysi har doim ogoh bo'lish va keraksiz xavflarga bormaslikdir. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Siz yuqoridagi ma'lumotlarni eshitib, xo'sh, endi nima qilishim kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Keling, bu savolga aniq va amaliy javoblar beramiz. Sizning kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun hoziroq amalga oshirishingiz kerak bo'lgan 5 muhim qadamni tushuntirib beraman. Ilk qadam, shaxsiy pensiya hisob varag'ingizni tekshirishni boshlang. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Siz o'zingizning pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob varag'ingizda qancha badal to'langanini, qaysi davrlar uchun to'langanini aniqlashingiz shart. Qayerdan tekshirish mumkin? MyPoyka.uz portali orqali. Bu eng qulay va tezkor usul. Elektron raqamli imzongiz yordamida portalga kirib, pensiya hisob varag'i holat to'g'risida ma'lumot, xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda siz barcha ma'lumotlarni elektron shaklda olasiz. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish. Agar elektron usulda ma'lumot olishda qiynalsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning hisob varag'ingizni tekshirib, batafsil ma'lumot berishadi. Pasportingizni o'zingiz bilan olishni unutmang. Nega bu muhim? Bu orqali sizning ish beruvchingiz badallarni muntazam to'layotganiga yoki yo'qligiga ishonch hosil qilasiz. Agar kamchiliklar bo'lsa, ularni o'z vaqtida aniqlab tuzatishga imkoningiz bo'ladi. 2 qadam, barcha hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagan davrlar aniqlansa yoki ish stajingizda uzilishlar bo'lsa, bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasi. Bu asosiy hujjat. Undagi har bir yozuvning aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Unda sanalar, lavozimlar, tashkilot nomi va shtamplar aniq bo'lishi shart. Ish joyidan buyruqlar nusxalari. Ishga kirish, ishdan bo'shash, lavozimga tayinlash haqidagi buyruqlar nusxalari ham ish stajini tasdiqlashda muhim. Ayniqsa, eski ish joylaridan olingan arxiv ma'lumotnomalari katta yordam beradi. Ish haqi to'langanligi haqidagi ma'lumotnomalar. Ba'zi hollarda agar mehnat daftarchasida yozuvlar yetarli bo'lmasa, ish haqi to'langanligi haqidagi bank ma'lumotnomalari yoki korxonaning buxgalteriya hujjatlari ham foydali bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlagan davrlar uchun. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrni tasdiqlovchi har qanday hujjatni, masalan, shartnomalar, pul o'tkazmalari cheklari, bank operatsiyalari haqidagi ko'chirmalar, hatto guvohlarning yozma ko'rsatmalari notarial tasdiqlangan, ham pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish uchun foydali bo'lishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, eng asosiy dalil bu pensiya jamg'armasiga to'langan badallardir. 3 qadam, yo'qolgan davrlar uchun badal to'lash imkoniyatlarini o'rganing. Agar sizning ish stajingizda badallar to'lanmagan davrlar aniqlansa, siz bu davrlar uchun ijtimoiy sug'urta badallarini o'zingiz to'lash orqali stajni tiklash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu asosan norasmiy ishlagan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun qo'l keladi. Qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqib, qaysi davrlar uchun badal to'lashingiz mumkinligini, qancha miqdorda va qaysi tartibda amalga oshirishni tushuntirib berishadi. Bu summa odatda o'sha davrdagi minimal ish haqi miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi. Nega bu muhim? Bu sizga to'liq pensiya olish huquqini beradi va pensiya miqdorini sezilarli darajada oshiradi. Ba'zan bir necha yillik badalni to'lash orqali pensiya miqdorini 2 barobar oshirish mumkin. Dar qadam, muddatli murojaat qilishni unutmang. Pensiyaga chiqish vaqtida yoki undan sal avval muammolarga duch kelmaslik uchun pensiya yoshiga yetishingizdan kamida 6 oy oldin barcha hujjatlarni tayyorlab, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni boshlang. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari.
Bu markazlar sizga pensiya tayinlash bo'yicha hujjatlarni qabul qilishda va pensiyaga jamg'armasiga yuborishda yordam beradi. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Siz bevosita pensiya jamg'armasining o'zingiz yashaydigan hududdagi bo'limiga ham murojaat qilishingiz mumkin. Nega bu muhim? Hujjatlarni tekshirish, yetishmayotgan ma'lumotlarni yig'ish yoki badal to'lash uchun ma'lum vaqt talab qilinadi. Oldindan murojaat qilish sizga shu jarayonni xotirjam va shoshilmasdan yakunlash imkonini beradi. 5 qadam. Mutaxassis bilan maslahatlashing. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa yoki yuqoridagi qadamlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, pensiya jamg'armasining malakali mutaxassislari yoki yuridik maslahatchilar bilan bog'laning. Qayerdan maslahat olish mumkin? Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari yoki qabulxonalari, malakali yuristlar. Agar sizda huquqiy savollar paydo bo'lsa, pensiya huquqi bo'yicha ixtisoslashgan yuristlarga murojaat qilishingiz mumkin. Nega bu muhim? Har bir holat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Mutaxassis sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab eng to'g'ri va samarali yechimlarni taklif etishi mumkin. Unutmang, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarni kechiktirish sizga qimmatga tushishi mumkin. Har bir fuqaro o'z pensiya kelajagining egasi. Bugungi harakatlaringiz kelajakdagi farovonligingizni belgilaydi. Bu masalalarga jiddiy yondashib, o'z huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish orqali siz o'z pensiya ta'minotingizni ishonchli himoya qila olasiz. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Bugun biz pensiya ta'minotingiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan o'zgarishlar va qilinishi lozim bo'lgan amaliy qadamlar haqida atroflicha suhbatlashdik. Pensiya jamg'armasidagi yangi qoidalar, norasmiy ish stajining xavflari, badallarning ahamiyati, shuningdek istisnolar va amaliy maslahatlar haqida sizga batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Asosiysi unutmang, pensiya tizimidagi yangi islohotlar har bir fuqarodan o'z pensiya kelajagiga yanada mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Sizning kelajakdagi pensiya miqdoringiz va hatto pensiya olish huquqingiz bugungi kundagi rasmiyatingizga ijtimoiy sug'urta badallarining to'liq va muntazam to'lanishiga bevosita bog'liqdir. Norasmiy ish staji yoki badallar to'lanmagan davrlar sizga pensiyaga chiqqaningizda kutilmagan moliyaviy muammolar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men bergan amaliy maslahatlarga amal qiling. O'z shaxsiy pensiya hisob varag'ingizni muntazam tekshirib boring. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling va zarur bo'lsa mutaxassislar bilan maslahatlashing. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarni kechiktirish sizga qimmatga tushishi mumkin. Ushbu video sizga foydali ma'lumot berdi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni, hatto shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga javob berishdan doimo xursand bo'laman. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan ham ulashing. Chunki bu xabar har birimizning pensiya kelajagimiz uchun juda muhimdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.